Ayollar sovchilikka borganda yomon maqtab qo'yadi, bilasizlarmi? Vaqti farqi yo'q, mana misol odobli ichmagan, chekmagan, ko'chada urushganini ko'rmagan misali bolani umuman. Bu qimor o'yinlariga umuman aralashmagan deydi. Hali bola farqi yo'q abi. Chekmagani isirib qo'ygan bo'ladi. Xo'roz o'yindan boshqa hammasiga pul tikkan bo'ladi. Ko'chada bir 15 ga o'tirib ham chiqqan, bir topani urib qo'ygani uchun. Tushunasizlar? Aslida bolani ham maqtashaveradi. Eng qizga uyga keladi, rasmni ko'rsat. Mana mana shu qiz bilan to'ying ekan. Bo'lmaydi bu qiz. Men rasmidan ko'rib qanday siz bilmadim, biz borib keldik, hammasini hal qilib bo'ldik endi. Sazashdan bir kun oldin aytardinglar biz borib kelib bo'ldik. Hamma ovqatni qilishni bilar ekan, ammo eslik qizga o'xshadi, kirsangiz salom ber. Hamma ovqatni meni oshnam ham qilishni bilar, povur oshnam borda, to'g'risi. Tushuntira olmaysizda sizga, bo'ldi, ayz borib keldim deyaptim, bo'ldi, уже ashi joyda qoladi. Umuman farqi yo'q. Tushuntira olmayman. Dadangizga tushuntirasizmi? Dada, red flag, mana отношение degan narsalar chiqib ketdi. Sen unaqa tashkilotlarga aralashmagin, qo'shilmagin unaqalarga deb berdi. Meni darsim boshlandi, senlar gap qoping ochilib qoladi. Jag'ing tinmaydi degan ustozlar bilanmi? Haqiqatda shunaqa ekan, shu ustozni darsi boshlansa gap tugamasdi. Hozir ashi bolalar telegramini ko'ringlar-da. Nima gap, tinch o'zingdachi, tinch. Bo'ldi, ashim bilan qolib ketgan. Bittasi 2 oy oldin qarz so'rab yozgan, javob yozmagan. Sindoshlar guruhi qabriston olib ketgan. Hech kim yozmaydi. Ondan so'ng hali ustoz yozib turadi. Iploslar jag'ing tinmasdi, men ham bu narsa deb turish deb. Shu darsdan qochishni biz bir majburiyat deb o'ylardik, ishonasizlarmi? 15 ta ekan 9 ga kelib 9 ga 15 ta ketaveradigan yoshlar bo'lardi. Shu 4-soatdan keyin ustoz ham ko'rib qolardi ba'zan. Ana menikilar, ana qochya. Chush ay devoldan ko'rdim senlarni. Qayt orqangga, chush. O'la ustingni qoq, yiqilding yana. U qizlar eng qizig'i. Bolalar 2-soatdan keyin ketib yuborgan. Hozir Milliy gvardiya qo'yib qo'ygan qochish ilojisi yo'q deydi. Yo'q, hozirgilar qocha olmayotgandir. Bizni paytdagidagi farqi yo'q nima? Ritser turmaydimi? Arbalet tushadi. Babi qochib ketardi. Maktabda shunaqa qiz bola sinfdoshlar bo'lganmi? Hali bolalar ichida bittasi qizlarga qo'shilib voleybol o'ynasa, u qiz bolalarga hech yo'q, varatabon bo'lib beraman deb futbol o'ynashni boshlab qoladi. Xuddi hali qiz sinfga tekshiruv kirsa, bang'illar bormi, telefon bormi, sumkasiga bekitib berib turadi-yu, mabodo topib qolsa ham ukamniki deb o'raradi. Hali chiqqan narsalarni ko'rib, ukasini birakkan yer deb o'ylaydi odamlar. Maktabdagi ishkallarni eslasam bitta narsa esimga kelaveradi. Bir kun ishkal bo'ldi. Endi orqasidan istis to'ladi kim boshlaganini. Sinfga kiradi-da so'raydi. Kim qildi deydi. Hech kim tan olmaydi halijada. Hech kim birovni sotmaydi. Men vaqti Mahatma Gandhi ahvolimni jinnini yap. O'qigan bo'lsa tan olish to'g'risi bolalar bekor qilish bilan insof yo'q, ishini qilish bilan deb turaveraman-da. U yomon aktyorskiy kuchli. Haligi ayaz aytadi-yu, men aka urmayman dedi. Domlalarda ham bor dasi gap, kim tan olsa urmayman dedi. Bitta umuman hali ishkalga aloqasi yo'q, vatan tuyg'usi, patriot oshnam men qildim deb turibdi-yu. Urmadi akalar, haqiqatda u odam unaqa kalta yemaydi-da, to'g'risi ishoninglar. Maktabda parallellarim bilan muomalani boshlamagunimcha men eng yomoni bo'lsam kerak deb o'yladim. Chunki bahsida ham eng yomon gurpa deyishardi, maktabda ham eng yomon sinf senlar deyishardi. Bu B'ga qarash deb beshardi. U keyin bildim, u B'ga kirib, A'ga kirib B'ni maqtash ustozlarning opti ekan u. Eng a'lochi o'quvchiga rosa qiyin bo'ladi. Biz sinfdan bitta shunaqa a'lochi o'quvchi bor edi. Ashi bolaning sharofati bilan jurnalni tagiga yetib kelmasdi, yaxshi duolar qilardi, sumalak avlat, niyatlar qilardi ashi bolaning nomiga, to'g'risi. Men Ali bolaning a'lochiligini ko'rib, Mendeleyev mashi bola bo'lsa kerak deb o'yladim. 3-4 ta harfni mashi bola o'ylab topgan deb o'ylardim, to'g'risi. Lekin Ali bolaga qiyin bo'lardi. 23 minut she'r aytib beradi, darsni yarmigacha. Hali she'rni yozgan odamni o'zi oxirigacha bilmaydi. Ustoz bunday qarab turib, sen o'zingni darajangda javob bera olmading, sendan ko'nglim chiqmadi bugun deb beradi. Qanaqa daraja ustoz? Siz orqa tarafingizga qarang, ikkichilar paradi, jinnilar apokalipsisi bo'lyapti, 3 kishi karta o'ynab o'tirib, ular darsga olib chiqish uchun otasini chaqirishingiz kerak, to'g'risi. U bolani o'sha qo'lini ko'targandan o'ziga Zulfiya mukofoti berilish kerak o'zi aslida. Shunaqa aka bo'ladi yoshligimizda, bilasizlar, hali hamma yo'qni tuzatib yuraveradigan aka bo'ladi-yu. Umuman mana shu qaytmaydi, hech narsadan любой narsani tuzatib beradi. Hali trikosini yonboshida 3 ta chizig'i bo'ladi. Adidas degan futbolkani kiyib olib, cho'ntagida doim 8 guluchi bilan atyorkasi bilan yuradigan aka bor. Alka Napoleon deb pesasiz ham bo'laveradi. U bolani nimaga desangiz, ustasini chaqirsangiz 300 ming, 400 ming pulga suv akaga abidga bitta aroq qo'yib berasiz, bo'ldi. Yerni kalash kerak desiz, uyingizdan kalash Shveysariyadan ham chiqib beradi. Va shu u odam chekish bo'yicha ham sport ustasi bo'ladi. Sigaret chekishini ko'rganmisizlar mana shu? Karvonni oladi mana. Eng eski karvon sigaretni mana shu laviga ilashtirib oladi. Mashetida turadi sigaret, bilasizlarmi? Ikkitada ham qismaydi mana shu lavni bittasidan. Bir kun televizorimiz buzilib qoldi, garantiyasi bilan oldik. Ustasini chaqirdik, o'zini, ofitsialniy ustasini. Bu bo'lmaydi, endi almashtirish kerak deyapti. Hali aka kelib qoldi-yu, qandandir. Shuni Fortchedan kirib keldi-yu, men tuzatib beraman hozir dedi. Shunaqa tuzatib berdi, haligi akalar yo'q kanallar paydo bo'lib, pulli kanallar tekin qilib qo'yganda, ishonasizlar, yotirikilar paydo bo'lib qo'yganda. Men
Mandatlar javob ham chiqadi akalar. 33 balli quchoqlab chiqqaninglardan keyin hech ham boshimga qora kunlar tushib qoldi deb siqilmanglar, to'g'risi yo'li bor hammasini. Uyda bekor ham o'tirsanglar kirib seni yashingni 4 universitet tugatuvdim degan gaplarni eshitginglar kelmayotgan bo'lsa, 5-6 yillar so'rab yozdinglar o'qishga qanday kirsak bo'ladi Rossiyaga deb. Qalbinglar tub-tubiga student olish tugib qo'ygan bo'lsanglar, bemalol mana pastda profillarini qo'yib qo'yaman, daniyalarini yozib qo'yaman, akalarga murojaat qila olasizlar. Bularda ofislari Moskvada, Petrda bo'lgani bilan Rossiyani istalgan viloyatga xohlasalar meni oldim gap kirib qo'yishadi o'qishga. O'qish taraflama, любой ma'lumot kerak bo'lsa, administratorlar 24 ga javob beradi, yozasizlar, sразу ответ qilishadi. Xo'p, bu yerda o'qishda dokument, patent qilib yurmaysizlar. Studentskiy bilet bilan ishlasanglar bo'laveradi bemalol. Xuddi meni singari ko'chada kaptar tepsanglar ham biror narsa demaydi. Ayam sag'inib ketdimda aka deydigan sharoit bo'lsa O'zbekistonga perivodlari bilan ham o'zlari shug'ullanish beradi. Aya bo'lib berish olmaydi-yu, akalik qilishadi lekin. Yo odonajon ursam qoladi, o'g'lim chet elda o'qiyapti deb. Yoshligimda necha marta o'zim chacholdirgani borgan bo'lsam, bir amatda uydagilarga ahmad. Ishonasizlar, mana shu robotdan kirardim, ayam oldiga bormasimdan turib ayam men o'zi bilardim seni mashina qilib kelishingni. Seni puling ko'p, katakansan u sen. Yana borasan 5 minutdan keyin derdi. Bir marta matimga z qilib chizdirib kelganimda qamalib ketay deganman. Yozni kala o'tkazib yuborganman. Men haligi anaqalarga hayron qolma. Kaskatkalar bor, talpasachilar ma'rada ko'p chachib oldi. Instagramda videolarni ko'ryapsizlar, bitta azercha qo'shiqqa bitasi kirash o'ynagan. Kirash degan so'z O'zbekistonda mana shunaqa bir past darajaga tushib ketdi tashladi deb. Yana bittasi bo'ycha o'ynagan, aylanib tepaman qiladi. Uni ko'rgandan bo'ycha emas, qo'yuka deydi, qo'yuka uni haqima deydi. Yana bittasi bilmayman haligi. To'yda stolida Fanta Cola'ni hamma yosh bolalar o'g'irlaydi. Mineralkaga bir ota yemaydi, ashini singari yana bittasi turadi. iPhone 3ni olib olib. Hammasini chachi ko'p. Ular uyga bir roman urab kiramikin deyman-da, to'g'risi. Chunki uncha chashtaydi dadam meni ko'rsimda qarab, sen boshingni ichida hech narsa yo'qligini tashqarisi bilan isbotlamoqchimisan? Yo'q ota, patadi, pashaxonani sen. Toshni 20 kirgan bo'lsam ham kalqib yoradi. Kuningiz zo'r o'tayotgan bo'ladi, ayasini yo'q qiladi. O'g'lim yaxshimisan deydi. Yaxshi rahmat siz. Chekarakka o'tgan gap bor deydi. Chekarakka o'tasiz. Ha, gapiravering siz. Ha, bu uy kelaver, uyda gaplashamiz. Seni ham yuragingni siqmaydi deb o'chirib qo'yadi-yu. Yuragimni siqib qo'yganingiz yaxshi edi. Siqib qo'ydi o'zi. Men hamma yo'lda eslashni boshlayman men. Hamma yo'lda. Yoshligimda ko'chada bolalar topolmasin deb ko'chaga bekitib qo'ygan qilichimni o'zimdan topa olmay qo'ygan ash qilichimni ham qayerga bekitganimni eslayman. 3-sinfda dastiga chiqib ayta olmay qo'ygan she'rimni ham eslayman. Hamma yo'lda eslayman to'g'risida. Hamma yo'q esimga. Sizlar banisiga tushib qolish planini tuzganmisizlar? Yo'l qo'ying. Men yo'l qo'ying, shunaqa narsa tuzib ketardim. Hozir mashina olib ketsa zo'rlar. Shunaqa darajada tushunyapsizlar. Uykilar choy ichib o'tirasiz. Dadangizga qarab turib. O'g'lim o'z yaxshimsiz deydi-yu. Sizlayaptimi demay nimadir bo'lgan. Bo'ldi. Uje o'lim statiga qo'yilgan sizga. Sizlaganni o'rniga mana shu shapalama bur jag'im qiyshaytirib, mana atali chipaydigan qilib qo'ygan yaxshi. Tun o'rniga. Sizlamasa deyman. Sizlarda qanaqa bilmadim. Men sizladimmi uje demay o'laman ekanman. Instagramda любой trendga chiqqan qo'shiqqa bitta orqasini ko'rsatib qo'yib turib video qilib qo'yadigan opalar bo'ladi, bilasizmi? Insta model deb qo'yishar ekan. Bitta savol berdim. Nima yana Insta model deydi? Chunki ularda boshqa privilegiyada shansi yo'q dedim. Masalan, WhatsApp dadalarda ok deb turib manaqa stikkeri bilan to'lgan yoki dayalarda ulug' ayyom chorshanba tongi muborak bo'lsin, hurmatli sinfdoshim, ammam, pochcham, bo'zagim, buvim, mahalla raisi, hokimim degan ashponni o'zi tanigan odamlar yozaveradigan giflar bilan to'lgan. YouTube'ga ham proba qilib ko'rmanglar, chunki YouTube'da mashalloh qanday chiroylisiz degan kommentariyani yozadigan o'rtoqlarni toshni bittaki azarda topolib nostrishtirib qo'yadi. Oy, как milo, u ayazam aytmaydi uni bu yerda. Chunki ayazamni o'rtog'iga ko'rsatib qarama, dadasini mish ko'rsatgan. Men aloqam yo'q, men просто inkubator apparatman bu yerda deb qo'yadi bo'ldi. Bittaki shunaqa kommentariy yozadi, 12 varaqli daftarga sig'adigan ko'p kommentariy yozadi, hammasi katta harfda bo'ladi. Eng qizig'i, hali aka mana probelni telefonni portlataveradigan funksiyada bo'lib, har bitta so'z orasidan nuqta qo'yib ketadi. Unaqa narsalar bo'lmaydi. Instada yuraveradi. Hammani guruhida bitta masnaga bola bo'ladi, bilasizlarmi? Guruhdagi 18 ta bolaga ichishni chekishni hamma narsani o'rgatib beradi. O'zi bir oyga qolmasdan shunday hamma yo'lni tashab, toza pokiza bola bo'lib oladi, hozircha bo'ladi. U tashna qo'shnam bor dedilar, yana bitta ikkinchi oshnam bor, odobnoma va uyda ham galis taqib yuradigan esli bo'ladi. Bir kun aldayapti, oshna deyapti. Zo'n narsa bor, tatib ko'rmaysizmi deydi. Ikkamiz tatib ko'ramiz oldi deb. Ona aytayapti, do'stim, menga oldin bir g'alati ta'sir qilganda qo'ying deyapti. Men chekada qarab turibman, meni bir Michael Jacksonning oldiga borib kelgan. Men ham o'sha aralashmayman. Haligi aldashini qaranglar, osna. Siz apchi ketadigan odam bo'lmaganda, fortchi odam bo'lmagan, men apchi ketaman deyapti. Ko'rishib oldi akalar, haligi odobnoma oshnam 1,5 soat apchi ket deb yotgani esimda, skemeykada. Onani o'zi chiqa olmayapti. Men nima qilaman? Anekdot aytib beraman. Ichib olgan odamni aynakka qaratib qo'yganda gap-u. Meni hayolimda bitta narsa o'lyapti. Bittasi o'lib qolsa morgga boramanmi? Ikkinchisi pereda zo'b bo'lsa skoriy chaqiramanmi deb o'ylayapman. Qaysi tarafga yuguraman ekan deb.
odam bo'lish. Inglizcha gapirsa qabul qilasizlar, nemischa gapirsa qabul qilasizlar. Tojikcha, turkmancha, qozoqcha, lo'lilarni ham qabul qilyapsizlar O'zbekistonda. Nima ruscha gapirsa, sразу o'zbekcha gaplashaylikdan berib qo'yasizlar. Nima aytmaysizlar, men 7 yoshligimda rus maktabga kirishimdan oldin, uka sen hayotingga qora kunlar solib qo'yamiz. Jicha o'ylangan demagansizlar. Men adashib kirib olibman-da, bilmayapman endi uzr. Jicha hali bitikli so'zlarni bilmasdan ruscha qo'shib qo'ysam, sразу siz вообще-то o'zbekcha gapirishga долженsiz deb. Siz ona вообще-то bilan долженni inglizcha ayta olmaganingiz uchun menga osilyapsiz. Ashi gapni bitta bittasi inglizcha aytsa, siz o'zi ilmli insonni farzandiligi va maqtov yorlig'i beringlar. Siz o'ta qattiq Michael Jackson deganingizni men ham tushundim, o'zbek bo'lsam ham deydi. Men Lev Tolstoy desam bir pasda sen vatanni sotib yuborasan bir kun deyishadi, sразу. Hammani teng qabul qilib, faqat Rossiyadagilar musofir, qolganlar musofir emas degandek gapda. Men Rossiyada yurgan akalarimiz 50%chi obeziyana desa maqtayapti deb o'ylaydi, ularni hech kim gapirmaydi. Biz nima qilaylik? Hayotimizga kirib boshdan chiqib o'raylikmi, perezagruska qilib. Qizlarga misol o'zi tengqur yoki o'zidan bir ikki yosh kichkina odam opa deb qo'ysa, вообще bilasizmi, xafa bo'lib qolishadi. Opa emasmi? Xola deb qo'ysa, вообще o'ldi o'sha. Men o'tirib qopman. Voy, o'tirib qopman, yoshim o'tib qopti deb boshlashadi. Bolalardan avval bitta bolani misol o'zidan 12 yosh kichkina odam tog'a deb qo'ysa, o'ldi. Ali bola o'zida ursan. Shunaqa ursam bo'lib ketadi. Men tog'aman. Dadam bilan bittasini o'qiganman. Ashnaqa deb boshlanadi. Salom berishda ham o'ta shunaqa, qiz bolaga salom bersangiz, qanaqadir, "Voy, salom bermay qo'ying, men siz bilan tengman, yo'q, salom beradigan yoshda emas." Bolalarda-chi, menga maktabda o'qib yurganimda bir marta birinchi sinf bola salom berib qo'ygan, adashib. Direktorimga 2 mush o'tib deganman to'g'risi. Damas turgan ekan, maktabda eshigida shuni chiqib turib aka ketdi. Yurani qo'ya, o'zim to'layman, katta bola bo'lib qoldi har holda. Bolalarga boshqacha ta'sir qiladi bu haqiqatan. Yoshligimda bitta joyga o'ynagani chiqaman, oshnamki borib kelaman desam, ayam unamas edi. Bola o'g'rilari bor deb. Lekin bozordan bitta narsa kerak bo'lib qolsa, ikkilanmasdan chiqaver. Eshikda ikkitasi miltiq ushlab turgan bo'lsa ham chiqaverardi, borib keldi. Ayam o'ylashi bo'yicha bola o'g'rilari torg'iz ko'targan bolani o'g'irlamaydi deb o'ylaganmi bilmayman. Hali bozorlarda, jahon bozorida ham bilsanglar, Luboy bozorida shunaqa joy bor haligi. Yosh kattalar kichkina bolalarini so'mkani qo'riqlab turish uchun tashlab kirib ketadigan joy bo'ladi, bilasizlarmi? Pedofillar uchun vitrina deb qo'ysanglar bo'ladi. Har xil bolalar bo'ladi, ular o'zini himoya qila olmaydigan bolalar. Meni ham 8 yoshligimda 4 ta so'mka bilan tashlab kirib ketishganda, men hali joyda bola o'g'rilari uchun jekpotman, tushunasizlar? Damas plus damasman, ham produktdan ham bola. Deyishga ulgurmayman, olib ketib qoladi sразу. Hali joyda meni tashlab kirib ketish, brakonyerlar bor, hali it otorlar. Aslarga bitta kichkina latikni bor, o miltiq bor deb tishla degan bilan baravarda. Lo'lilardan cho'chirdi. Lo'lilar o'g'irlab ketib qoladi seni dedi. Meni o'ylashimcha lo'lilar o'g'irlamaydi. Chunki ularning 10 ta bolasi bor, ularga o'xshamaydigan bitta bolani keragi yo'q. Tim bo'li pul so'rashdi, bilmayman. TikTokda battle ham qilmaganman daji. Men haligina odamlarni ko'raman-da. Hali Qimardan pul yutib ehson qilib berdi-yu. U qanday bo'lyapti akalar endi uni haligi. Jannatga tushilarmi, do'zaxga tushilarmi endi odamlar? Menga rosa qiziqdi. Vegetarian qassob bo'lib qolyapti. Qizil kitobga kirgan brakonyer bo'lib qolyapti. Men o'ylashim bo'yicha to'g'rimi? Bitta tog'ani kasada turganda o'rniga shoti to'lab orqasidan tupurib qo'yish bilan bir xil. U qanaqa odam bu? Bitta xolani so'mkasini ko'tarishga yordamlashish, ichida pechennisini urib qo'yish bilan bir xil. Qimardan pul yutib turib, hojiga borib kelaman deb beribsiz. Sen harom pul desiz, halol pul so'yganman ichiga deb. Voy o'g'lim. Shayton turib chekiga odamlarga g'iybat qilishni o'rgatib bersam, zo'r bo'lib ketadi ishimda. U ham yeta olmay qolyapti. Haliginaga profillar ko'ryapsizlar, qizlar profilini. Polni har xil rasm bo'ladi, lekin bitta haliginaga hijobda tushgan Makkadagi rasmini qo'yib qo'yadi. Opa-ona juma muborak bo'lgan kuningizni olib tashlasangiz ham bo'ladi. O'zim yoqyapti deydi. O'zimizga odamlarga yoqqani uchun emas, Xudoga yoqsa keyin jannatga kiramiz menimcha. Hazil shunaqa narsaki insonning kayfiyatini ko'taradi, lekin hazil qilinmaydigan joylar bor. Bilasizlarmi, janoza patolarida ham hazil qilib qo'yib, buni qilib turib oladigan bolalar bor. Hammani kuldirib qo'yib. U hijolatchilikda to'g'risi. Hali maktabda hammani gapga solib ustoz qarasa yozayotgan kishi bo'ladi. Men shunaqa bolalar yo'q bo'lish uchun bir narsani aytib beraman, meni yomon ko'rib qolmanglar. Shunaqa bolalar voqea bo'lyapti, egizaklardan bittasi oqib ketgan, Hasan Husan deb aytib beraman, o'z ismi boshqacha edi. Husanboy oqib ketib qolgan. Haligi mahallada shunaqa narsani tashkillashtirib yuradigan bitta aka bor, janozani. Maktab kelish kerak, janoza o'qitib yuborish kerak. Diyoveryapti. Haligi shunday to'xtab turib, aka imomdan so'raychi, Hasanboy o'xshaydi, yashinga o'qitib yuborsak bo'lmaydi, topilmayapti-yu deydi. Yer yorilmadi, yerga kirib ketmadi deydi. Hali joyda. Kimdir keldi 4-kuni, bo'ldi topilibdi deb turib. Ravotdan kirib bo'ldi topilibdi deydi. Bitta xizmat yurgan opa bor ekan, chiqib turib qo'shnisi. Tirik ekanmi devardi-yu. Gapirmay oshni deyapman-da, gapirib yormagin deyapman-da, zo'rg'a turibman-da. Ha, tirik ekan arada ochib qo'ydi, hozir suzib kirar ekan devardi-yu. Hali joyda Hasanboyni o'zi kuliverdi, ishonasizlar. Men kulivermaslik uchun labimni shunaqa tishlaganman, burnimga qo'shib tishlab olganman. Voy, ashunaqa joyda qandaylik?
Men shu o'ylayman-da, biz mehmon kelishiga tayyorgarlik faqat bizda shunaqami ekan deyman-da. Shu o'zi bir oy oldin ham kelib ketgan mehmon bo'ladi, hojidan kelayotganda kutib olasiz, bilasizlarmi? Trevoga bo'lib, hamma yo'qni yig'ishtir, tozala. Chet ellarda unaqa emas deb bo'ladi. Kinolarda unaqa joyini ko'rmayman-da, men to'g'risi. Haligi yig'ishtir bo'lib qolmaydi-da. Men ayam mehmonlarni sesdan keladi deb o'ylash kerak deyman. Chunki hamma yo'q emas, 50 yil oldin yuvilmagan idishlar, derazalar, pollar. Men agar bitta o'zim qaysidir uyda yashasam, mehmon kelib, deraza qachon yuvilgan oxirgi marta desa, men qiziqchimisiz deyman. Shu ham savol. Yomg'irdan so'rang, qadam bilaman, men ashi biladi deyman. Eng qiziq bilasizlar, shunaqa narsalar bor. Mehmon kelsa yeydi deb beradi. Mehmon kelsa yeydi, tegma deydi. Keyin mehmon kelib o'tirganda, "Oling o'g'lim, mollardan oling" deb beradi dasturxonda narsa. Men aytardim, "Yo'q, mumkin emas, ayam mehmonlar yeydi" degan desam, ayam hazillashyapti deydi. Stol tagida o'sha oyog'imni sindirib bergan bo'ladi. O'zbekistonda o'zbeklar kirmaydigan joylar bor, bilasizlar? Mana misol Andijonda Navro'z mol bor. Mana shunaqa tsumlarda o'zbeklar yo'q deb o'ylayman. Chunki men Andijonda Navro'z molda men bitta ham andijonlik ko'rmaganman. Chunki hech qachon Navro'z molda aylanib yurib eshitmadim-da. Aka qiziqchimisiz, jon aka, bu narxini qarang. Bu pulga yana bola antilop beradi. Kalla ishlatingchi, tushib bering degan odamni ko'rmadim. Men hayron qoldim. "Opa, bu narxlar qimmat, kim oladi?" desam, "Shunaqa insonlar bor. Puliga o'ranishmaydi, to'g'risi. Hamma ham sizga o'xshagan emas" deb qo'yapti. Bir oydan keyin yopilib ketdi, xolis ustida yayma ko'la sotib o'tirgan ekan, ko'prik ustida. Osma ko'prikda. Yetib kelibsanlar deb qo'ydim, to'g'risi. O'zbeklar bor olaveradigan. O'zbek bo'lsa olmaydi pulga. Menimcha Alisher Usmonov ham 3,5 million so'mlik futbolkani yo'l. Ana yarashyaptim menga deb so'rab qo'ysa kerak deyman, to'g'risi. Diskotekalarda ham o'zbeklar yo'q deb o'ylayman. Bilasizlarmi? Zimga tushib yurgan bola fukkogacha. Dadangga eshitganmi fukko deb? Anjanim ayam degan qo'shiqqa tush kiribman misol. Hadi oddiy insonda bir kunda o'lib ketish prosenti 13% ekan. Homilador ayoldagi 50% ekan. Menimcha homilador ayollar buni tushunmaysizlar, sizlar nima ko'tarib yurganinglarni. 50% Michael Jackson bilan fan stretch uchun juda katta. Agar erkak kishiga ko'chaga chiqsa 10% ekan o'lib ketishingizni, vashi ko'chaga chiqmay qo'yadi. Men hayron qolaman. Ular 9 oy bitta bolani qonida ko'tarib yuradi. Uni tug'adi. Tug'ish ham bunaqa oson ish emas. Men tug'ib ko'rmaganman, lekin bilaman. Keyin u bola hech yo'qotini o'zi artist o'rganguncha katta qiladi. Stressni boshidan o'tkazadi. O'zi uchun yashamaydi, bola uchun yashaydi. Otalar nima qiladi shu payt? Katta bo'ladi, pul qadaligini topib berib tursa bo'ldi. Pul uchun meros. Lekin shunda ham ayollar erkaklarga nisbatan ko'proq yashaydi. Nimaga? Menimcha ularda hayotini pauzaga qo'yib turadi. Bilasizlarmi, nechta tug'sa shuncha uzoq yashaydi. Ularda hayotini pauzaga qo'yib turishadi, bu o'zi uchun yashamadi deb. Keyin menga yana bitta narsa qiziq, otalar onalarda xavotirlanishini uncha ko'p haligi jiddiy qabul qilishmaydi, bilasizlar? Ko'chada urushib kelsangiz, "Ayaz, usting chang bo'pti, boshqa urushmagin, kaltaysan, otangga aytaman" deydi. Otangizga aytsa, "Kuching yetmasa toshman sol" deydi. Bu qanday, bu to'g'ri kelmayapti. Ayaz qachondir ketib qolganda dadingiz ovqat qilib beradi, bilasizlarmi? O'zi ayollarning ovqati, mana ayollar sir tutadi ovqatining tarkibini. Shirin ovqat tarkibini ayollar sir tutadi. Abilix, Asterixdagi hali sassiq cholga o'xshaydi. Hech kimga damlamani tarkibini aytmaydigan. Xuddi shuni singari. Ayam ovqat qilsa o'xsharadi, men ovqat qilsam bu menga ovqatga qo'lim tegdi bo'ldi. O'sha ovqat bermas bo'lib qoladi. Tushunyapsizlarmi? Ayam hamma narsasini qilib beradi. Ovqatni mana shu qozonni masheridan suv quyasan deb tashab ketadi. Mancha turadi deydi. Xuddi shuna qilaman, lekin ovqat bermas o'zi. Tushunyapsizlarmi? Qanday men tushunmayman. Men ovqat qilishga urinib ko'rish degan urinda turibman haligacha. Ovqat qilish bu bugungi kun bo'lsa, men kechagi kunda emas, men deydi bulturgi yilda yuribman. Ayaz ketgan dadingiz ovqat qilib beradi, bilasizlarmi? Bu ovqatni dadam yedirib berish uchun bizga sovg'a qo'yib berdi. Ovqatingni yesang, shokolad beraman. Ovqatingni yesang, marjna beraman. Marjnani yeyish uchun men bir paqir sho'rva ichirishimga to'g'ri keladi. Tushunyapsizlar? Hali sho'rvani hech kim ichmaydi, o'zi ham ichmaydi. O'zi ham tatib ko'rib turib, bu tuzni kim o'ylab topgan o'zi? Sen nima qilyapsan bu yerda? Sen basharang yaqmayapti menga deb aytdi. Men nima qilay basharam? Unday qilsam boshqacha odam bo'lib qololmayman dedi. U qo'limdan kelmaydi. Bitta qizga savol berishyapti-da. Bir kunga o'g'il bola bo'lib qolsang nima qilasan deydi. Eng chiroyli o'rtog'im yedirib bir kecha qolaman dedi. Mencha qog'oz yo'rib aytdim, opa najilayapti. Bir kechada ulguraman deb o'ylayapti bir kunda. Sen oldin bo'l o'g'il bola. Parkka kir, ikkita qizning nomerini so'rab, "Pashon toshingni ter" degandan keyin uyga borib 2 soat yo'la ummonni boshqani eshitib o'tirganingni men eslab qo'yasan. Men hali qizlar tushunmayman. O'zidan 10-15 yosh kattaga tegib oladi-yu, bilasizlar. Men 3 oy oldin sklat ishlardim-da, hozir blogerman. 3 oydan keyin kosmonavt bo'lib qolishim mumkin. Men surpriz bo'laman, tushunyapsizlar? Men tenkilar surpriz bo'ladi. 3 oydan keyin rassom bo'lib qolishimiz mumkin. Hali 40 ga chiqqan brat buni bu yog'iga umrini oxirigacha sahro bo'lib qolishi mumkin xolos-da. Pul uchunmi siz? Yo'q, qalbi go'zal deydi. 40 ga chiqqan semiz, kal brat. Qalbi qanaqa go'zal bu. Faqat qalbi go'zalligiga ishonish mumkin-da. Bolalar sizlarga savol. 40 ga chiqqan kal, semiz opani sevib olishinglar uchun qalbi qay darajada go'zal bo'lish kerak?
itlardan qo'rqishim haqida aytganman. Rossiyada shunaqa itlar bor, familiyasi Bahaybat degan itlar bordi. Lekin o'ta yuvosh. Umuman hujum qilmaydi. Umuman egasi ham prinsipdan ham nozik itga baylab oladi, lekin umuman hujum qilmaydi. Ko'rganda salom beradi, yaxshi kunda yaxshi insonlar bilan istoriya ham ko'payadi qo'yasiz. Gapni qilib ketganini bilasizlar, o'zimiz itlar bor-ku. Bilasizlarmi? To'da talpa bo'lib yurishadi-yu. Tek qo'ysiz pistirma qo'yib it otorlarga ham hujum qilib berisharadi haligilar. Ularning ichida ham eng opasnisi bor. Hali eshigini tagiga diqqat qopag'on it deb beradi. U uyida o'zi qotil it bor. O'tirib chiqqan zek it bor. Tushunyapsizlarmi? Qopag'on it unga berilgan ta'rif emas, unga berilgan sud hukmi u. Tishida samarezi bor, bitta ko'zining o'rnida qoppa o'tiradi, bitta qulog'i kesilgan. Dumida tatuirovkasi bor. Lyubov только к mame 1951 deb yozilgan. Xuddi itlarda aytyapman. U egasi ham uni ko'chaga olib chiqsa, mana shu uzoqda turib oladi. Tishlamaydi bu deb beradi. U to'g'ri tishlamaydi, u yalab uzib oladi, tushunyapsizlarmi? Shunaqa tanishinglar bor. O'tirib turib odamlarga ham ishonch qolmadi deb. O'zi g'irt kisavir bir mashinnik bo'ladi, odamlarga ham ishonch qolmadi. Flamingolar bilan yashab, unda ketib nima qilasan odamlar bilan yashab? O'zbeklarga umuman ishonch qolmagan deydi. Bu bor Tailandda yashab unda. Tailandlik odamlar rosa ishonchli hammasi. O'g'il bolasi, qiz bolasi o'g'il bola. Kallangni ishlar desiz, emlatib chiqiladi-yu deydi haligi. Ashlar bizni zaharlab qo'yishi mumkin shu emlatib chiqilayotganda deb beradi. Qanday egasiga zaharlaydi? Sen o'zi bir kunda 12 soat uxlasang, 6 soat telefonga qarab yotsang, 6 soat ichish chekish har xil zararli narsalar deydi. Sen uchun любой ukol foydali deyman. Sen shpris ichiga sariq suv to'ldirib haydab qo'ysam senga foydali. Men doktorda onda bo'lganda havo haydab berdim. Nima qilasan buni qilib yashab deyman. Chip o'rnatyapti-kan odamlarning miyasiga deydi. Men shundan xavotirdaman. Chip o'rnatib meni boshqarishni boshlab qoladi deb beradi. Seni miyangdagi informatsiyadan 32 lik chip ham qimmat turadi-da. Sening ming qaysi informatsiya? Ho'l mevani olib quritib oddiy meva qilib sotmoqchi bo'lganing insonlarga nima keragi bor deyman. Maktabga forma qilish boshlanadi bu kichkina bolalarga keyingi yil o'ziga chotki turadigan kiyim tanlash marosimida. Bilasizlarmi, kichkina birinchi sinf bolalar hech ham o'zining razmerida kiyim kiymaydi emas. O'zidan katta so'mka, shimini, pochasini, patinkasi bilan tepalab yurgan bo'ladi-yu, oversize qilib kiyintirib berishadi. Ular bilmaydi oversize degan stili borligini. Ularda majburan qopni ichiga tiqishgan. Sotuvchilarga ham farqi yo'q. Opa, mana shu bolaga forma qilgani kelibsizlar, bu bozorda o'rtasiga futbol o'ynagani kirmaymiz do'koningizga. Beraymi mana shu bolaning razmeri bor, opa, beraymi? Shuni o'zini ishimini yechib beraymi deyman-da. Shu jicha tayi uzun, kestirib olasiz, buktirib olasiz, opa deb berdi. U jicha emas, bukilgan joydan ukamga bitta shim chiqadi-da. Deb turib olib, opa daftar ruchka ham o'zimizdan hijolat olmaylar, mana shu yerda sotyapmiz. Biz hijolat olyapti. Men rosa hijolat o'yda qo'yatuvdim men. Tovuqni pata bilan toshga yozib o'tib ketamanmikin deb o'ylab turuvdim-da endi. Eng qizig'i hali bitta katta razmer nechta bo'lsa 350 ming so'm. Agar o'zini razmerini bersa nechta bo'ladi? Opa 7,5 million so'm bo'ladi. Bo'lmaydi o'zini razmeri. Hamma kasal bo'lgan bo'lsa kerak. Eng qizig'i hammani ayasini o'zbek xalq tabobatidan xabar bor. Xalqning xabari yo'q haliginaga tabobat borligidan. Ibn Sino ham sabshayni yozadi. Uka asfala sopilinga ketib qolsangiz bizning ishimiz emas bu haligi. Qizilchaga qora kuya tegizib yedirib qo'yish. Aya hech yo'q dori-chi, jonoya desiz, maksimum hali dorilardan chiqadi. Buvalarni bilasizlarmi? Shunaqa dori soladigan idishi bor. Bunyodkor stadionidan ham katta idishi bo'ladi, bilasizlarmi? Chunki buvalar yer yuzidagi hamma kasallikni ko'rib chiqqanda. Ashundan bunday dori qarab turib, "Mana dorini sirog'i o'tib qoladi" deb ichib qo'yasanmi? Kalamishman men uni ichib qo'ygan, u qolib ketayotgan dorini ichib qo'ygan. Menga ham bir doktorga ko'rsatib ichiringlar. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Ayamu mayli, meni tinchitib qo'yishga haqqi bor. O'zi tug'ilgan yana bitta tug'iladi. Bitta o'rtog'i telefon qiladi. Ha, o'g'lim og'riyapti, meni ham o'g'lim xuddi shunaqa og'ruvdi. Savzni qizitib orqasiga tiqib qo'ydigan deyaveradi hali yo'q. Ayam ham qarab turib, "Seriozniy, rostdan. Savz yo'q-ku, bir obnovat-komment qilib qo'ysak bo'lmaydi. Obnovat-komment faqat og'zimga tiqib qo'ysanglar, gemiro yo'qaman orqamga tiqib qo'ysang." Cheklanmagan raqamlar ketma-ketligiga uyning narxini qo'yib yuboradigan odamlar bo'la bilasizmi? 0 bo'ladi. Kvantriliongacha yozib berishadi. Bittasini ko'rib, $900 ming ekan, $900 ming tushunyapsizlarmi? Hali so'mda hisoblab ko'ray desam, kalkulyatorımda gipotenuza sinus deb chiqib geometriyaga o'tib ketib qolsa, "Ha, bo'p" dedim, men telefon qilay dedim, akam bekar o'tirgan bo'lsa kerak. Itam telefon qilmaydi dedi. Telefon qildim, hali havo so'rab berdi. Qilsam, sraz oldi o'tirgan ekan haqiqatda. Aka dedim, "Mo uyimizni dedim, vertolyot hisoblasak qancha bo'ladi? Vertolyot kerak emas" desam, "Vertolyot o'zi yo'q uka" deydi, "Ustimdan kulmang" deyapti. Priyanka Chopra ham men bilan yashash shart emas aka desam, "Uka" deydi, "O'chirib qo'yaman" deydi. "Bo'pti" dedim, "Skitga berasizmi?" desam, "Ha, kami bor" deyapti. Bilasizlar-ku, kami bor meni ishim bu. Qancha skitga beradi yo'qdi, $400 ming desam, so'hiversa, o'zi so'radi bo'lmasa qancha tushib beradi deb. Keyin aytdim, "Bo'pti" dedim, "Qanaqa plyuslari bor?" desam, "Metroga yaqin" deyapti. $900 ming yurgan odam metroda yuradi, bilasizlar, hali ma'rida mejikari bilan avtobusga chiqib oladigan bola, shunaqa uyda yashab metroga tushadigan bola. $900 ming menimcha bitta metroda ostanovkasi uyingizda haydab olish kerak meni hisoblashim bo'yicha.
Meni akam o'zini shu joduman deb o'ylaydi, 8-mo'jizaman deb o'ylaydi. Meni miyam o'rnida kalkulyator tursa kerak deb o'ylaydi-da. Tetris turadi deb o'ylaydimi bilmayman shu. Haligi bilasizlarmi? Shipirgini berib berdi. "Ma, uborka qilishni o'rganib ol" deydi. Men o'rganib olishim shart emas uborkani. Men umrim oxirigacha ham qo'limga shipirga bersa 3 oman qilib olmayman ustiga chiqib. Shipirgida shipirish kerakligini bilaman. Bilasizlarmi hali moment? Dadasi ish buyuradi. Akangiz peshonasiga qo'lini qo'yib buyuradi. Hamtadi sen qilib qo'ygin, senga buyuryapman, boshqasiga buyurmagin, sen qilishing kerak deydi. Shuni teskari qarashiga nima qiladi sizga qarab? Eshitib turganingizni biladi. Nimaga qilyapti? Po'lat o'ynayapsizmi siz bilan? Sovuq choy olib kel deb to'g'ri ayting. Desiz, sovuq choy emas, sen ishni qilib qo'y, senga buyurdi deydi. Uyatmaydi, tovlamachilik qilmang deya olmaysiz. Uni desiz, vartishkadan beradi, progrif otadi, bir kishilik talpaga aylanib oladi. Aka siz urayotganda bilasizmi? Bitta o'z urib talpada urgandek qilib Toza hudud degan tashkilotni ham ayol kishi ochgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Chunki erkaklarga menimcha unaqacha toza hudud shart emas. Vali itam dumi bilan uyini shipirib yotdi. Ha, u maqoli xullas. Unaqa narsa yo'q erkaklar uchun. Stuldan yaxshi shkaf yo'q erkaklar uchun. Men sizlarga aytaman, stul eng zo'r shkaf. Kiyimlarni qo'ysa bo'ladi, kerakli buyumlar, kalit, telefon, kompyuter hammasini stul ustiga qo'yib qo'ysa bo'ladi. Shkafga solish nima kerak bor? Yong'in bo'lib qolsa stulni ko'tarib chiqib ketsa bo'lardi. Ayol kishi unaqa qila olmaydi. Ayol kishi 1 sekundda kirib olaydimi? Yo'q, erkak kishi yuvib oladi. Qanaqa qilib? Men kiyadigan toza narsam qolmasa, bunday boraman kirlarni oldiga, kirlanish darajasini o'zim uchun pasaytirib, eng tozasini olib chiqib ketaman. U ayol kishining qo'lidan kelmaydi. Suvoy shampun degan narsa chiqibdi, ayollar uchun chiqibdi. Ulasimda boshga anaqa qo'lar ekan, yuvish shartmas ekan, sevib olib chiqib ketar ekan. Uni erkaklarga berib qo'ymaylar. Biz ashi bir yangi yilgacha haylashib beramiz dush bilan-da. Vaqti kirmay qo'y, 3 oy kirmay qo'yamiz. Erkak kishi oldindan olchi bo'lgan, to'g'rimi? Olchi bo'lgan, u uyga yegulik olib kelish kerak bo'lgan. Ha, ayol kishi ro'zg'orga qaraydigan bo'lgan. Ular haqiqatda olchida, men tushunasizlar? Ular ayiq bilan urushgan. Ular ayiqqa mushotgan, tushunasizlar? Men tilla qo'ng'iz ovlaganman maksimum. Men u mayli, men hozir ayol kishi bilan erkak kishi 50 to'lash kerak haligi. Gapiramiz, muhokama qilmaymiz, gavarimi deyotgan bolalarni bilmadim, Amir Temur bunday qarab turib tug'ishmayapsan ekan, xolos deydi-da, to'g'risi bu. Ayollarga ham aytmasa bo'ladi, вообще. Men ovqat qilmayman, men uyda unaqa ishlar qilmayman, menga sovg'a berish kerak. Siz nimaga kerak? Siz apandayt berasiz unda eringiz, hech narsa qilmasangiz. Bratishga solib yurasiz oldida, nima foydasi borsa? Men zato tug'aman-u deb aytadi. Ba'zilari, hammasi emas, men tug'aman-u deydi. Oldingilar 10 ta tuqqanda, 10 ta tuqqan indashmagan. Hozirgilar maksimum 10 tasidan tug'ib berishi mumkin. Bu boshqa narsada bo'lmaydi bu. Telegramda yopiq kanali bor, bitta psixolog bilan o'zimni jinniga solib gaplashibman. Bilmadim, 4 ta reels ko'rib psixolog bo'lganman. U psixolog bilan gaplashgandan keyin sizga psixolog emas, psixiatr kerak bo'lib qolar ekan. Psixolog bilan psixiatrning farqini bilasizlar? Psixologda oldida bitta mujik o'tirib olib, "Men hayotda qiynalganman" desa, psixiatrda oldida shu mujik "Men Shabnam Surayyoman" deydi. U tashnaqa darajaga tushirib ber ekan. Aytyapti, bitta so'mga ko'tarib ketayotgan xola bor. Qanaqa yordam ko'rsatasiz? Qari holat tasavvur qiling deyapti. Borib so'mkasini uyga olib borib berman ko'tarishib desam, "Yo'q, bu noto'g'ri" deydi. Men so'mkasining ichida dorilarni o'g'irlab berman deganim yo'q akalar, to'g'risi. U aytayapti-da, "Siz shunaqa narsa qilingki, hola qaytib shunaqa ahvolga tushmasin" deydi. Nima qilay, holani so'mga ko'tara olmaydigan qilib beraymi desam, "Yo'q, siz yaxshi maslahat bering, holani hayotiga kerak bo'ladigan" deydi. Endi men 70 ga kirgan holada ko'chaning o'rtasida "Hola, bitcoinga pul yuziting, trading zo'r ketyapti" deyishimni kutyapsizmi desam, "Yo'q" deydi. "Mana yosh bolalar zo'r futbol o'ynash uchun Ronaldo, Messining videolarini qo'yib beradi. Shunga o'xshagan narsa tafakkur qiling" deydi. Bo'ldi dedim, holaga Usain Boltning videolarini qo'yib beraman shekilli dedim-da. Endi yoshliginglarda hali kim bo'lasan deb so'rashganmisizlardan. Men sneakers zavodda egasi bo'laman deganman, desam seriozniy qabul qilishmagan. Kattaroq maqsad qo'ysang deyishgan, kosmonavt bo'laman de, rassom bo'laman de, kosmonavt bo'la olmasligim aniq edi. Meni otam tengqurlar o'qigan kitobda men ham o'qiyotgan bo'lsam, ulardan kosmonavt chiqmagan bo'lsa, mendan qanday kosmonavt chiqadi? Qaysi fanda o'qib kosmonavt bo'laman? Fizikaga giraman, yer tortish qonuni Newton, bam bo'ldi, ucha olmaymiz ekan, yer tortib olarkan, o'tiraveraman deb. Qanday qilib o'zga sayyoraliklar ham faqat Amerikaga qo'nadi bilsanglar. Bilasizlarmi, kinolarda ham. Ular har doim bizga bir marta qo'ngan Abdullajon, undan foydalanaman qilishgan sirazi. Amerikaga qo'nsa, ashida urushadi, boshqa narsa qiladi. Biznikilar ucha olmaydi deb o'ylaganman-da shunda. Rassom va ilojsiz narsa. Men quyosh chizardim maktabda, ko'zi qoshi bor. Uni chizgan odam Mona Lisani chiza olmaydi-da. To'g'risi. Men odamning rasmini chizsam, hech odamga o'xshasin deysizlar. O'zi rassomlar hammasi o'lganidan keyin boyib ketdi. Tirik boy rassomni ko'ryapsizlar? Yo'q. Sneakers
Men ingliz tilini bilasizlar, deydi bir 54 yildan beri o'rganaman o'zinglar bilasizlar. Chunki har 2 oyda bir borsangiz charchamaysiz-da, miya charchamaydi. Shuning uchun sekin bir chekkadan. İngliz tili ustozimga barcha gap so'z bo'lishi mumkin emas lekin. U mana shu sayyoramizdagi eng pachaq ingliz tili ustoz men bo'lsa kerak. Chunki u men bilan birga o'rganyapti desa ham bo'laveradi uni. U bilmay qolsamda qarab bu so'z inglizcha sen kerak olmay deyaveradi u. U ustoz bilan biz mutafakkir degan so'zga to'g'ri yetib bormaymiz, aniq. U ustoz yetib bormaydi. Men ustoz bitta narsasi zo'r. Haligi ikkita dars o'rtasida bir zerikib ketsa, what is your hobby deb qo'yadi. Men ham o'xshataman. Reading books and swimming desam, bunday qarab xolosmi deydi bir kun. O'zbekcha aytadi, inglizcha ayta olmaydi. Конечно, xolos. O'zi aslida hobbim ingliz tili. Senga ikkita o'zimdan topib beryapman. Maktabda alifbe bayranda A harfidan boshqa hech kim haligi harfini eslagisi kelmasa kerak. Ya bo'lgandan tashqari men rus maktabda o'qiganman, o'zim xohlamaganman J bo'lib qolishdi akalar. J u J emas. Kimdir K bo'lgan, kimdir Z bo'lgan, kimdir G bo'lgan. O'zbek maktabda o'qiganlar tutuv belgisi qo'ygan sinfdoshlar bor, tutuv belgisi. Alifbe bayrani olib qoldim deb kemaga qo'ygan yaxshi. Tutuv belgisi bo'lib qo'yganda. Harflarning ichida ham harf bo'lib qolish mashina qiladi. Bugun opam bilan gaplashsam, maktabda birinchi sinflar 13 ta olinadi bu yil qasdiribdi maktabda. Bora o'zinglar o'ylaylar 30 ta olinsa ya. Sen qaysi sinf chepsan desa, men 7 L deb chepaman. Senchi desa, men 8 P deb chepaman. Bo'lmasa T deb chepaman. Shuni ham shuni eshitdim. A B to'shni kamisiga kelgan naptiradigan sinf bo'lib qoladi. U eng qizig'i ulardan so'rasa tutuv belgisi bo'ladi shunda ham. Sen qaysi sinfda o'qiysan? Tutuv belgisi degandan ko'ra men mashteri to'g'ri yuraman deb borish kerak. Sen qaysi sinf birinchi chepsan? Tutuv belgisi degandan men urushmayman, urushga qarshiman devergan yaxshi. Samoverimni oshiraman deb zalga chiqdim. Nabara to'p ketdi. Hali shikab bir roller bolalarni ko'rib. Hali bolalar bor, tupurganda testosteron tupuradigan muchali protein bolalar bor. O peshana miramir bo'lib ketgan, tomirlari shunaqa katta mahallarga tomirlaridan she'r yozib olgan bolalar bor. Go'shidan albastir chiqadigan bolalar to'g'risi. Ashlarni ko'rib nabara to'p ketdi. Aka nimaga tayyorlanyapsiz bilmadim. Omma tayyorsiz. To'g'risi inglizchani o'rganib Dana White UFC desiz Jon Jonsman qo'yib beradi sraz desam. Uka tirnobkani bosgan gapirmay suvda ol dedi. Nima deb javob qaytara? Qanaqa o'qitaman uni? Azizat videolarini ko'rganman deb o'qitaman. Yo, Bekzufar aka menga patga tashigan deb o'qitaman. Uka tirnobkani boshlaymiz dedim. O, toshlardan boshlaysan dedi. Hali rangli toshlar ko'rsatyapti. Ustida Baby Shark deb yozilgan delfinning rasmi tushirilgan. Pastali aka o'zi ko'taradigan toshlar turibdi. Qoni bilan barmoq izlari chiqib qolgan. Men tosh ko'taryapman, aka oldimda skakalkada sakraydi, 3 ketib qolay dedim. Konditsioner tashqariga sovuq havo haydaverdi. Boshqa mahal tirnobka qilinglarsizlar to'g'risi. Bizga o'xshagan bolalar ham tirnobka qiladigan mahal qilib. Odamni past tabaqadanligini ifodalovchi so'zlar to'pishtaligi e'lon qilish 3-o'rinda qul, 2-o'rinda uka, 1-o'rinda shagird turar ekan. Shagird degan so'z tailandchadan olingan bo'lib, qora bo'lmagan neger degan ma'noda anglatar ekan. Go'sht sizga, suvagi bizga deb ustaga tashab ketishadi. Agar ustani hali shagirddan 3-4 ta yosh katta shagirdlari bo'lsa, go'shti ham, suvagi ham, hech narsa qoni ham qolmaydi to'g'risi. Ustalar sizlarga lifehack, qayerdir ketayotganinglarda ana kichkina shagird kapotga ham sig'adi. O'zingizlar bilan olinglar, chunki sizlar ketishinglarga onalar hukmronchilikni boshlaydi, to'p qilib tepishmaydi xolos. Bor o'rnimga hojatga o'tib ham deyaveradi. Tomusda bo'lsa vobshe, sekin teshani qo'shnining uyiga tashlab yuboradi-da, borib chiq deydi. Hali bola shatini ham yetishiga mana qasdan qimillatishni boshlashadi. Yerda tortish qonunini o'ylab topgan Nyutonni og'ziga deb hali bola ichida so'kinib yoradi. Haligilar eshitib bo'lsa 11 man qisipyapti. Hali bola bechora abidni ham bemalol qila olmaydi. Choy quyish kerak, o'qilish kerak, bu qilish kerak, to'g'rilaguncha hali dram bilan traktor shagirdilar tiqipyapti ovqat, ponni, tovoq ovog'i bilan. Hali bola o'tiraveradi, bir qoshiq ham olishga ulgurmadim, nimaga yozib ketyapman ekan deb. Uydagilarga ham ayta olmaydi. Shunaqa bola bilasan, futbol yumma ahli etmaydi, lekin mas ermak qilsa bo'ldi buni. Real yutsa Real taraf, Barsa yutsa Barsa taraf. Barsa yutyapti, Realni chiqyapti. Maqtanish kerak-ku. Biz kecha yutdik deydi. Hech qaysi Barsa shuni demay, biz devermaydi hech qachon. Biz kecha yutdik deyapti. Qanday qilib sen biz deveryapsan? Kecha stadionda Lamine Yamal, Rafinha, Urayimjonni qutib o'ynagan, tasavvur qilinglar, 26-raqam. Sen yutinmagansan, to'g'ri, kallangni ishlat. Maqtanov 5-6 kishining ichida turib qolsangiz, men yoshligimda o'zim Messi'daka o'ynardim, 100% Messi bilan bir xil o'ynardim, travmalar sindirgan deb aytadi. Bir marta mana chimchalari sinib qolgan, chiqib qolgan, sinib qolmagan, go'shi bo'linib qolgan. Bir marta suv chechaga yo'q qolgan, bo'ldi, boshqa hech narsa olmagan. Lekin aldaveradi. Yoshligini kim eslaydi uni? O'zi ham eslolmaydi yoshligini. Agar Messi qachondir ichi o'tib qolganda, hayotini bir yomon qismida qutbchalik o'ynaganda, u Messi bo'lamas. Ileta bir Quaresma bo'lib qolib ketardi. Agar u qutbi Messini bir eng yomon kunchalik bir marta o'ynab qo'yganda ham 3 ta gol urib qo'yganda hech yo'q, mashal 2 da o'ynash kerak edi bu yoshigacha.
Maktabda diktant tez o'qish bo'lardi esinglarda. Men shu tez o'qishda men atayali kichkina so'zlar bor joyini tanladim. Rosa bir haligi apris bola edimda. Kichkina so'zlar bor joyini tez o'qib berdim. Keyin ustoz nimani tushunding aytib ber dedi. Men qanday qilib bu tez o'qib ham tushunishim mumkin. Men o'zi taklifnomada kimni to'y bo'layotganini tushunishni 3 marta o'qiyman, tushunyapsizmi? Diktant o'ta san'at asari. Biz sinfda diktant va shu san'at asari edi. Shunaqa sinfdoshlar bormidi haligi? Bir diktant boshlanadi, bir 20 minutdan keyin ustoz men qolib ketdim deydi. Qayerda desa diktant degan joyda deydi. U o'ta shunaqa bor. Mana tiyri deb yozib bergan sinfdoshlar bo'lganmi? Menda undan ham san'at asarlari bo'lgan. Tushunyapsizmi? Qilingan degan so'zni ikkita q bilan qilingan deb yozib bergan. U ustoz aytadi, ikkita q yu mayli, men g degan oldinsa bu g emas, bu tutuv belgisi deydi. Tasavvur qilinglar, g dan keyin tutuv belgisi qo'yib qo'yibdi o'zicha, g dan keyin. U o'zicha bilaman deb o'yladi. O'zi umuman bilmaydi qoidalarni. Salomdan keyin ham so'roq belgisi qo'yib beradigan bo'ladi. Bilmayman. Kallaba separatorli singari ishlaydi-da. Men hayron qolaman. Bu qanday qilib bu darajaga tushib ketgan? Qizlarga so'yga yo'rotani ishlar bormi? Men Xudoyorxon deb beraman unaqa bolalar. Bilmayman nimaga unaqa men misol ko'chada ketyapmiz, bitta qiz yomg'ir yog'yapti, endi bitta qiz ho'lib ketyapti endi. Zontik paydo bo'lib qolsa-da, hali yoshlamda qadamdir. Zontik, tushunyapsizlar? Ya'ni sizga kuzatib beraman, zontikni ochib yordam berib. Menda shunaqa holat bo'lsa, qor bo'lsin, qorga tiqilib qolgan bo'lib, bunday qaraydi-da, yordam ber, qorga tiqilib qoldim desam, bahorda kut deydi, maksimum, tushunyapsizlarmi? Qiziga podarka, iPhone podarka qilib oldim kelib, iPhone podarka qildim qizimga deydi. Zo'r dedim, nima bo'ldi keyin, nima biror narsa oldim sen ham desam, rahmat dedi deydi. Xursand, rahmat deb qo'yganiga xursand. Menga nima podarka qilgan bilasizlarmi? Yasama uzum podarka qilgan. Uzum yasama, mashinaga yosib beradigan bor-ku, ashunaqa uzum podarka qilmagan, o'g'irlab olganman uni, 3 kun bermaganman. Bermasam keyin aslida podarka senga dedi. Tushunasizlarmi? Mashinam yo'q. 3 kun men bo'ynim yosib yurdim hali uzumni, xursand bo'lib ketganimdan. Uni yaqinda menda tishim oldirgani bordim, rostida tish oldirish qimmat. To'g'risi kelar bu 700 ming so'm tushyapti. So'mga bu appendis olish oson bo'lib qoldi. Tish oldirib berishdan to'g'risi, appendis oldirish. Nega unaqa bo'ldi bilmayman. Men yoshligimda tish oldirgani borganimda unaqa qimmat emas edi, narkozi bor edi, qimmatroq, lekin ayam bilan borsam narkoz qildirmasdi. Ayam yig'lasang o'ltiraman derdi, bo'ldi, shu bilan yig'lamay o'tiraverardim. Bo'lmasa bounty beraman derdi. Aya bering shu bounty bir vaqtingiz o'lganda to'g'risi, hali yemadim. Men kutib turibman shuni. Xullas bordim bugun ham stomatologga. Uka xullas mana ishlar qilamiz deb 2,5 million bo'ladi deb qo'yadi. Oyligingizmi 2,5 million nima? U 8 usti ikkita shagirdi bilan bir kunda 2,5 million ish ko'ra olmaydi. Uyda ichida siz og'zimda nima qilmoqchisiz desam, unda Instagramga qo'yaylikmi deb qo'yapti. Rasmga olib Instagramga qo'yaylik deydi. Men o'zimiznikilar bilaman u. Uysizlarni ham davolab yaxshi qilyapsizlarga ulug'aygan kunlarda deb ukam kommentariy yozib berdi unga to'shni. Maktabda uyga vazifa berishadi, ya'ni o'qitilgan narsani mustahkamlash uchun dadang bilan ishlaysan deb uyga jo'natish beradi. Shuni teskarisi bo'lsa ham nima deb o'ylaysizlar? Uyda qilish kerak bo'lgan narsani dadam maktabga vazifa qilib beraversa. Boshimga shamponni qo'yib turib, bor ustozing cho'miltirib berdi deb jo'natib bersa maktabga. Yoki uyda haligi ustozlar majlisi bo'lsa, "Mo choyini ichmayapti, odobnom ustozi qaryapsiz. Chiqing qo'yxonadan." Endi maktabda yana bitta e'tibor bergan narsam jismoniy tarbiya, juda bir insofsizlik bo'lardi. Kichkinaligimizda futbol o'ynayapmiz, 11-0 ga yutganmiz, ustoz oxirida to'p topib turib tugagandan keyin do'stlik g'alaba qozondi deb qo'yapti. Qanday do'stlik g'alaba qozonadi? Biz bir-birimizni o'ldirib qo'ymadik, xolos Ronaldinyodan jicha pastroqda o'ynadim, xolos men 11 ta gol urganimizcha. Yana bitta e'tibor bergan narsam, bilasizlarmi, zalda voleybol to'pdan boshqa любой narsani tepsangiz bo'lardi. Oshnamni tepib forsam ham kishi eshitmasdim, ammo voleybol to'p tepsam mash oyog'ing akacha ko'p bo'lsin derdi eng kami. Umrim davomida o'zi bir marta samolyot uchgan, mana shunday marta derizdan taydan joy olganman-da. Bu narsani ko'rib ketaman deb. Shunda bitta to'p o'ynamoqqigan. O'g'li bilan kelib turib, "Uka, kelingmi? O'g'lim yosh bolada derizdan tayda ketsin, birinchi marta uchyapti" deb qo'yib, men samolyot shopiriga o'xshayapman. Men ham birinchi marta uchyapman, bu kalla ishlating deganman. Energetiklar menimcha faqat samolyot shopirlariga kerak. Chunki masalan, energetik ichib turib olgan energiyalarni qayerga ishlatasizlar? Ularning ishi zerikarli, ularga kerak. Chunki ular bitta joyga qarab ketadi. 10 soat bitta derazaga qarab ketadi va u yerda faqat bulut bo'ladi, manzara bo'lmaydi hech qanaqa. O'zgarmaydi manzara. Shuning uchun zerikkanidan ob-havoda aytib o'tiradi, qaysi davlat ustidan uchib o'tyapti. O'zi hech kimga qiziq emas qanday o'tayotgan. Bilmaysiz ham. Uchib ketyaptimi? Shvetsariyadan uchib o'tib ketyapmiz. O'zi reys Andijon Nukus. Ancha aytaveradi. Ashlar qachondir ishidan zerikib qolsa nima bo'ladi? O'ylaganmisizlar hammani singari. Nima kerak menga bu ish? Mana kun o'tganga ham o'zim o'ldiraman, senlarni ham o'zim bilib ketaman. Bino duramiz deb
AES magazindan nimadir olib olganda to'shni sifatlarigacha bilib olinglar to'g'risi. Bo'lmasa oqibati yaxshi bo'lmaydi. Menga yaqinda sok olib ol dedi. Qanaqasidan desam, xohlaganingni dedi. Olmali sok ko'tarib yursam, kallang ishlat, olmali sok ham icham deb qo'yapti. Polni bilib olish kerak. Qayerda ishlab chiqarilgan. Men yaqinda bilibman, uni smetana bor, o'shunda yozilgan 20% u skitkasi emas ekan. U sifatiga taalluqli joy ekan. Kallani qaranglar, zavoddan skitkasi bilan chiqqanda yurardim ekan men. Polni kim ishlab chiqargan, qaysi sigirdiki, kim saqqan u sigirda hamma yo'g'ini bilishinglar kerak. Necha prosentli. Dada bilan unaqa bo'lmaydi. Dada smetana oldi dedim, qanaqasidan siz? Kallang ishlat, qanaqasi bo'ladi? Yig'yondan olib kelasan dedi. Bo'ldi. Dadam ham menimcha bilmasa kerak, u protsenti smetanaga taalluqliligini. Tug'ilgan kuniga surpriz qilmoqchiman shuni aytib. Agar noto'g'ri narsa olib kelib qo'ysanglar, men eslataman shu kunni. Magazinga qaytarib olib borganmisizlar, ayalar tushunmaydi edi sizlar qanaqa qiylanishinglar. Magazinchini oldi o'g'illik qilib pegandek turasizlar. Aka, aka, almas, bering deb turasizlar. Uni bilmaydi-da. Sizlarda akalar seni asrab olganmiz, lo'li tashlab ketgan degan bo'lsa, menga prema o'g'limsan degan. Aka bilan urushni foydasi yo'q. Yonayotgan uyda remont qilayotganda bo'lasiz, baribir urib qo'yadi. Haligacha uryapti, haligi bugun soat nechida 10:30 bo'ladi deydi-da, keyin bir narsa deb qo'ysangiz uradi. Hali ham ismi Feruzbeymi deydi, uradi yana bir narsa kulgiliroq narsa aytsangiz. Haligacha hali opitlari tugagan yo'q, keyin senga o'rgatib beraman, hayotingda kerak yo'ladi. Ko'tarib bir yerga yechib beradigan opitlari. Yoshligimda qizlar bilan gaplashardi aka, men kendayman, gaplashib. Hali kendayani ovozi har xatda almashardi, boshqa kenday yo'q bola. Hali qiz ham jichi dodirroq. Akangiz qizlar bilan gaplashmayaptimi deydi. Siz g'ayrat oshnasimiz siz? Yo, kengurumisiz? Siz bilan gaplashyapti-ku, siz bitamta qizlar bilan gaplashsa ayting ham menga deydi. Ha, kechqurun 1:30da yugurib beraman sizlarni uylarga qarab, pishpirgimizni olib uchib beraman. Tomga chiqib baqiraman bo'lmasa gaplashyapti deb. Telefonim bo'lsa sen ikkalangni gaping menga qizimmi? Nima eshitib yotibman bu yerda? Jiyimda telefonim yo'qdi. Kinolar ssenariysiga maza qilaman-da. Bilasizlarmi, hamma kinoda bosh qahramonni xotin o'lib qolgandan keyin haligi bir pasda kuchayib ketib qoladi. Bir pasda mansab kelib qoladi hali bolaga bir pasdan. Xuddi xotinni o'lishi uni boyligida. Hayotda unaqa emas. Bitamtasini xotin o'lib qolsa, bu yerda kadr ketadi. Ikkita kampir o'tiribdi mahallada, hali aka o'tib ketayotgan bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, o'g'lim, yaxshimisiz? Salom ayting uydagilarga. O'zi mashq qilgan. Mashi o'ldirgan, men bilaman. U kun bermasdi bechora qiz bolaga desa, sheriga yo'q, u qilmagandir. Mashina urib ketib o'ldi deyishdi desa, yo'q, baribir mashina qo'li bor. Unaqa joyi qani? Masalan, kinoda boshida bosh qahramonning xotirasi yo'q bo'lib qoladi. Hamma bunisi eslatishga harakat qilib, bitta qiz kelib kitob o'qib berib, qanday xotirasini tikalaysan, dodir. Biz tikala olmayapmiz. Kitob o'qigan paytimiz kitob o'qib berib buni narsalar qilaman. Hayotda unaqa bo'lmaydi. Hayotda birinchi o'l eng yaqin oshnasi keladi, bunday qiladi. Montorchi deydi. Hali bola ham, "Yo'q, men nima qilishingni bilaman. Mana buni xotirasi tikalamagan, mana yo'qolmagan, mana xotirasi turibdi." Mana shunaqa bola bor bilasizlarmi? Hali uni zalga chiqayotgani zaldagilarga ham yoqmaydi, bu tashqaridagilarga ham yoqmaydi. 3 kun zalga chiqadi, 4-kuni bunday bo'ladi. Mana ayro. Do'stlarim, deylar, orqadan ko'rgan odam futbolkasini vishirkasi bilan kiyib oldi deb o'ylayapti, jon oshna. Ichi bir oy tirnobga qiyin desangiz, haligi meni ko'ra olmayapsan senlar deb. Ya'ni ko'la poli ichib turgan bo'lsa ham kelib gapiraveradi, eslaylik qilib senlar. O'lishasan senlar, mashinasi ziyon narsa deb berdi. Keyin meni ham g'ashim kelib qoladi, sразу aytaman oshna. Zalga chiqayotgan odamlar ham o'lar ekan bir kun kelib. Men ashuni senga aytib, yangilik bo'ldimi hayotingga deyman desam, men umrim uzaytirish maqsadida yuguryapman deydi. O'limdan qocha olmaysan deb berman. U keyin mog'oraylar, miyani qaraylar. Protein ichishni boshlaganimdan beri foydasini sezmayapman deydi. O'zi 3 kun bo'ldi, 1 yildan beri chekganda gapiryapti. G'ashim kelib qoldi. Bugun dedim uyga borib dedim, proteinini polni yeb qo'ygan hammasini dedim. Qoshiqlab qo'ygin dedim, orqasidan 1,5 litr suv ichib yubordim, ertalab qulog'ing bilagingdan katta bo'lib ketadi dedim. Ashna deb yo'qotmasam. Ingliz tilini men maktabda o'rganmaganman, chunki tekin bo'lgani uchun. Men Kurutoymani pulimga borib o'rganishim kerak. Pulimga o'rgangandan keyin xohlagan narsamni o'rganaman. Zamonlar menga kerak emas. Sizlarni bilmadim-ku, men hozirgi zamonda yashayman. O'zi ingliz tilini bilgan odamga qiyinroq bo'ladi. Men masalan Dubayda aylanib yuribman. Do'konga bordim. Can buy potato desam, u what deydi. Halizada o'ylanaman. Emidi, enmidi, zemidi, qaysi birini qo'yish kerak edi? Yo, olmasammikin vobshe. Undan ko'ra uverin borish kerak edi. Potato 1 kilogramm deyish kerak. Bo'ldi, shuni o'zi yetadi. Birinchi marta o'sha ingliz tiliga kirganimda ustoz aytgan, ingliz tilidan nima xohlaysan deganda, men ingliz tili bo'lishini xohlamayman deganman. Yo'q bo'lsa zo'r bo'ladi deganman. Keyin men o'rganmasligimga yana bitta sabab, ayamam, dadam ham nemis tili o'rganishgan. Bilmayman nimaga yesirda odamlarga nemis tili o'rgatilgan. Ular o'ylashganki, ishda onalar yana qaytib kelib qolsa, Guten Tag desa, o'zimizgalar ekan deb qaytib ketadi deb o'ylashganmi bilmayman. Shuning uchun meni hech kim tekshira olmasdi. Ayam uyda bitta ham inglizcha qo'shiq chiqib qolsa, "Mada nima deyapti?" desa, 8-marta haqida qo'shiq aytadi deyardim. Zo'r chiqibdi deb. Ayam ham xursand, men ham xursand. Nima kerak? Menga baribir
qiziqda haligi ish tushganda sizlab qoladigan opalarning logikasi. Baribir ish tushganda sizlab, ish tushmaganda "Horami?" deydi-yu, ashlar u mana tasavvur qilinglar-da, menga ularning mashitlari qiziq. Mana uning ichida nima borligi, u qanaqa ishlashi, agar u bu narsa bo'lsa-da, mana tasavvur qilinglar, uka bo'sh oppoq devorga qarab o'tiribdi. Hech narsa qilmasdan mana 3 minutda bir marta nafas olib, ichida kalima keltirib o'tiribdi. Mana tasavvur qilinglar. Hech kimga ziyoni tegmayotgan, shu ukani bir opaga ziyoni tegayoradimda, aylanib kirib qolib, qayerdandir ko'rib qolib, asha bir любой bitta xonaga kiradi, asha yerda o'tirgan bo'ladi uka, devorga qarab, jinni singari. Ichida shu hali ham nafas olyapti ekan deb o'ylaydi-da. O'g'il bola ish qilish kerak. Agarotdagi ishlarni kim qiladi? Shikabni kim jildiradi? Shikab 3 kun bo'lgan o'rni almashganiga shikabdi. Agarotdagi ishlarni qilish kerak. Men opamni deb turib agarotda shunaqa ko'p ish qilganman. Meni mana orqam do'nqayib ish qilaverganman. Peshanamdan ko'p quyosh yegan, tushunyapsizlarmi? Dunyodagi eng duxubalat to'poy kim desa, meni oshnam ko'rsatsangiz bo'ladi. Men u bolaga tushuntira olmayapman. 7-sinfda shashkadan yutib qo'ygan diplomni uni sportsmen qilib qo'ymasligini tushunyapsizlarmi? O'zi kichkina urushib qolaveradi. Bugun ham kelyapti. Oshna Instagramda muaka bilan urushib ketdim, borib kelamiz, strahobka qilib turasiz. Ko'ring-da, deyapti. Hali akani niki boyets MMA 110 kg. Profiliga 3x Aziya chempion deb yozib qo'ygan. Oxirgi marta qo'ygan posti 150 kilolik toshni bunday qilib ko'tarib turibdi aka. U mana uni profili qalbimdasan guli. Oxirgi marta qo'ygan posti guli qaytguncha post qo'yaman 10-kun. Bunaqa profil bilan Instagramga kirib bo'lmaydi, negativ yozish yo'lda tursin. Tushuntira olmayapman. Qanday qilib yana turib erkak kishi hech qachon zadni bermasligi kerak. Meni shiorim deydi. Agar bugun shu shioringga amal qilsang, ertaga amal qilishingning hojati qolmaydi. Ertaga senga kerak bo'lmaydi. Men qanday qilib strahobka qilib turaman? Haligi aka meni urushdan oldimga kelish shart emas. Ashadan bashara matmetga qilib turib bitta mushotadi, mashaga keladi, tushunyapsizlarmi? Haligi aka men qanday strahobka, men 0.3 terib qo'yishim mumkin strahobka qilib. Tushunyapsizlarmi? 0.3 terib tayyor qilib turishim mumkin. 0.2 ni ham qo'shib qo'yishim mumkin. Yoki de oldimga kelsa aka Xudodan qo'rqasizmi deyman, bo'ldi, shu strahobka. Boshqa bilasizlar, men ingliz tilini yer yuzidan yo'q qilish payida yurgan kimsaman. Menchalik O'zbekistonda biror yaxshi ko'rmaydi ingliz tilini. Men tushunmayman, mana yer yuzi tinchgina 3 ta zamonda yashab yuribdi, to'g'rimi? Qaysidir bitta ingliz o'tirib qayerdadir qichishib ketganiga ham bilmayman, 32 ta zamon qilaman qilib qo'ygan, to'g'ri? Qanday 32 ta zamon? Yiliga to'g'rilab chiqqan bu, har yilga bittadan zamon berib. Qanday 32 ta? Shunaqa bolalar bor, bilasizmi? Ingliz tilida o'qiyasiz, sen qaysi darajadasan deb beradi. Men 63-darajadaman desam, unaqa daraja yo'q deydi. Sen yetib kelmagansan, men tugatganman deydi. Tugatgan odam любой so'zni tarjima qilish kerak, to'g'rimi? Mushkul kichotni tarjima qilib berchi desam, bilmayman deydi. Misol o'zbek tilida daraja yo'q, to'g'rimi? Kim mana misol o'zbek tilini men 1-darajada bilaman degan odam nima? Dada, aya, quyosh, oy deyishni biladi xolosmi? Qanday u? Shunaqa bolalar bor. Men ingliz tilini lug'at bilan bemalol gaplasha olaman. Men любой tilda gaplasha olaman, lug'at bo'lsa qo'limda. Men qo'limga lug'at bersa, men o'zga sayyoraliklar tilida ham gaplashib olaman-da, to'g'risi. Talabalar yashaydigan kvartirani bilasan, bir xonali kvartirada 26 kishi yashaydi-yu. Men hayron qolaman. Uyatni qisqa qilib hidlar asartisi deb bersangiz bo'ladi. Uyada yo'q, hid yo'q. Sizlar o'ynaysizlar, Toshkent changlanib ketdi, o'lib ketdi. Ular toza havodan nafas olish uchun tashqariga chiqadi, tushunyapsizlarmi? Chunki uyada o'lib olish uchun protivogaz bilan kirish kerak, tashqaridan kelayotgan odam. Men hayron qolaman, qanday 26 kishi ko'chada zo'r karta o'ynashib bo'ladigan bo'lmishda ham kirib olishaveram deyman. Yoki deb bittasi kelib turib, oshna uydagilar haydab yubordi, kvartirangizda 1-2 kun turib tursam bo'lamsa, kelao. Men ham o'zi 2 kun bo'ldi kelganimga deyaveraveram deyman. Men hayron qolaman. Voy, uyda eng qizig'i bilasan, uxlashni iloji yo'q. Odamlar aytadi, "Hali men tinch joy bo'lish kerak, qorong'u bo'lish kerak, uxlashim." Yo'q, uyda ustidan tank yurib o'tib ketmasa bo'ldi, uxlashaveradi. Chunki uyda tinch bo'lmaydi hech qachon. Telefonda gaplashyapti hamma, ikkitasi vashi bir-biri bilan gaplashib o'tirgan bo'ladi. Men hayron qolaman. Eng qizig'i 26 kishi bitta brito bo'ladi. Haligi brito shunaqa qalinlashib ketgan, velosiped ramasdan bo'lib ketganda, haligi soqol olmaydi, chiqib kimnidir ursangiz bo'ladi haligi brito bilan, tushunyapsizmi? Kattasi ham o'g'il bo'ladi, kichkinasi ham o'g'il bo'ladi, lekin kichkinasiga birinchi marta o'g'il ko'rganda muomala qilishadi, bilasizlarmi? Aylanib ketdi. Tottoy bola, cho'ng bola, asal bola. Men sizga sovg'a. Kattasiga qarab turib, sen katta bola bo'lib qolding. Katta hayotga qadam qo'yishing kerak. O'zing eplashing kerak. Tug'ilgan kuning bilan. Bu men hayron qolaman. Sizlar hech qachon misol ukalarni urib turib, haligi yig'laganini uydagilar eshitmasligi uchun dimlab qo'yganmisizlar? Deydi-yu, u ham yomon baqirib yig'laydi o'zi ham. Men ishonasizlarmi? Uyga foyda keltirish uchun shunaqa bir haligi ko'chada ish qilib turib pul olib kelsam, u darajada foydali bo'lmaydi, lekin ukamiz siydigi foydali bo'ladi, tushunyapsizmi? Men qayerdandir yara olib qolsa, siyib qo'yadi, yaxshi bo'lib ketadi. Siyib beradim deb qo'yamiz, yaxshi bo'lib ketadi. Kim o'ylab topdi? Ibn Sino ham o'ylab topgan, nima siyib qo'yadi, yaxshi bo'lib ketadi. Tomog'im og'riyapti. Bir g'arg'ara qo'yib berasan. Oy! Men to'g'risi biqinimni tomiri tortib olyapti.
tindag'im yugurib chiqyapti. Men zuvqimni chopayotgan bolalar, sizlar odobnomada insof degan mavzu o'tgan kuni borodinglarmi yo buvam o'lib qoldi, bormadinglarmi shu kuni ham. Va videoni tagiga meni atmetga qilib qo'yinglar, baraka topib tushinglargachi, ajina kirsin, tushinglarda tualetdan foydalanib qo'yinglar. Atmetga qilsanglarchi, mana Zuckerberg nima atmetga qilishyapsan deb sizlarga yozsa, menga aytinglar, men Telegramga o'zini akkauntini o'ziga tumanlar soобщение tashlab qo'yaman, o'tiraveradi, telefonni qatib qolib nima bo'lyapti. Aytoradi u etta peshindan keyin qo'ysang rekka chiqadi, atmetga qilsang rekka chiqmaydi. Unaqa narsa yo'q, zo'r bo'lsa ketaveradi. Men video qo'yaman, 5000 ta odam like bosadi. Va nihoyat sizni topdik degan kommentariyaga. Men qachon yo'qolib qolganim o'zimni esimda yo'q. 5000 ta odam istayapti lekin meni. Hali videolarda bitta usta ishlayotgani menikidan prosmotr. Nima basharam yaxmayaptimi? Bir tuzi basharam, marimda ugurim bor xolos. Orqaga qarab olaymi, yo nima boshimga baqa shalta qo'yib olaymi? Nima qilsam yetaman sizlar. 2007-yil o'lgan pingvinga 2026-yil butun dunyo Instagramda siqilyapti. Sezib turganinglardek xalqaro muammolar ham menga o'tib ketdi. 2005-yil bitosidan menga videosini tashlab, hozir siqilib beryapti-da menga. Ha desam, dunyo qahramonidan ajralgan deydi. Ye? So'ysang 50 kilo go'sht chiqmaydi. Ana qahramonni, qanaqa qahramon, dunyo qanaqa shaklda bo'lish kerak u bizga qahramon bo'lib qolish uchun. Shuncha podshoh, sarkardalar o'lib ketgan, ismini bilmaydi hali osnam. Tek qo'ysangiz kapitan Amerikan prezident deb o'ylaydi. Zami Человек-паук deb o'ylaydi. Lekin ashingiz nimaga bu nimasi edi desam, bu hamma qilgan ish qilmagan deydi. Ashuncha o'lib ketgan dedim. Yo deydi, zerikarli hayotdan shunisi yaxshi deydi. Sen pingvin bo'lib ko'rganmisan? Iminni ashaqqa billa ketsa daryoda oldiga. Hayoti zerikarli bo'lishini yo'q, qonni to'yar edi. Meni fikrimcha o'lish zerikarlikda yashashdan ko'ra, mana yashasangiz har xil narsa qilib ko'rishingiz mumkin. O'lsangiz o'lasiz bo'ldi. Boshqa hech narsa yo'q bu. Nimasi qiziq bu? Oy baba brat cho'chib ketyapti, kimdir olib chiqsam kutib. Birinchi ekan masjid tashaki. O bratano, pingvinni ko'rmadingmi? Pingvinni ko'rmadingmi? Va sen ko'rmading pingvinni? O bolalar, hali pingvinni ko'rmadinglarmi? Pingvin masjidan o'tmadimi akalar? O keskaltiri pingvinni ko'rmadingmi? Brat, pingvinni ko'rmadingizmi? Zam depressiya tushib qolsangiz topoga ketib bormang, siqilishda odamlar istaydi ekan. 2 daqiqa biray dumingizga qistirib. Ha, kelaman bratan, topib keldim hozir. Toqqa chiqaylik bolalar, sen chiqmayman. Deyishodi bitta o'zim chiqib ketib qoldim deyapti. Hozir hammasi yaxshi ekan, ahvoli zo'r deya depressiyadan chiqib oldim deyapti. Qor yog'ishini qaranglar, oddiy odam bo'lganingga shukr qilasan-da. Bugun ertamandan beri ko'chada yuribman. Bitta narsaga e'tibor beryapman. Bugun hamma joyda ishlayapti terminallar. Hech kim humo karta ishlamayapti-da demayapti qandaydir. Qog'ozim ustiga yopib oldi demayapti hech kim nimadanigina. Insof bersin-a. Shu kech kirganda bitta humori tutadigan narsa bor. Hozir bitta oshnam bilan ikkinchi oshnam oldiga hech narsa qilmagani ketyapti. Hech narsa qilmaymiz borib olib. Maqsad u tug'ilgandan beri bo'lmaydi. Maqsad hali Jeff Bezos, Elon Musk, shunaqa ismli odamlardir. Bular ism familiyasini eshitsanglar, hali o'zini shaxsiy hayoti borligi o'zi bitta kulgulikda. Hozir boramiz. Bittasi o'zini haliga eng zo'r paytida hamma banklar unga kredit bergani haqida eslab siqiladi. Yana bittasini qizi tashlab ketgan. O'tirib olib 3 kishi uni tashlab ketgan qizini sog'inamiz hozir. Sizlarda ham bormi shunaqa hech narsa qilmasdan yuradigan oshnalar? Ammo borligi ham yaxshi shularda. Har xil haliga boyliklardan, hali o'zidan o'zi kelib qoladigan boyliklardan saqlab qoladi-da bular. Muvaffaqiyatdan saqlab qoladi. O'rniga problema bilan ta'minlab turadi. 3 kun cho'p oldi, hech qanaqa problema bo'lmayapti. Har doim to'lqindan oldin tinchlik bo'ladi deydi, bir normaliy problema kutyapti shekilli bir 3 kundan keyin shu kelayotgan hafta. Bittasi qamalga ketmasanglar deyapman. Mandatlar javob ham chiqdi, kimga qanaqa ta'sir qilishini o'zingizlar bilasizlar. Grantga kirib olgan bolalar endi uyga varshi kirishmaydi. Ko'chada kim bilan ichib olgan akalar bilan 5 minut gaplashib turaveradi. Bittasi ukamoni ko'tarishmaydi desam, "Ha, endi o'xshab qopti, mana shunaqa grant topib qopti" deb maqtanib qo'yishadi texnikni. Kontraktga kirgan bolalar endi buni bu yog'iga uyda ukasini ham xizmatini qiladi, to'g'risi pul olish uchun. Hech 3000 yerda magazinga chiqib ketsa ham. Va YouTube'ga kirib olib, buqani qanday bir oyda katta qilib degan videolarni ko'rishadi rosa. Hop, super kontraktga kirganlar endi sizlar o'zi o'qishinglar ham shart emas bu. Chitda bu, PUBG'da chit ishlatib qo'yish bilan bir xilda bu ishinglar. Haligi oshnam ham g'ilimini oshnam bor edi-yu, tarixga topshirgan. 27 ball bilan umid qilib turgan ekan, qanchadir kirib qolaman. Traktor sozlikka ham ilasha olmabdi. Va 20 shunaqa yiqilganda ham emas, bo'yni bilan yiqilganda, tarixda unaqa yiqilish qayta bo'lmaydi. 27 ball.
tasavvur qilinglar, qarz olmabsan ham dedim. 27 ball olish uchun ism familiyasini to'g'ri yozgan xolosda. Endi buni bu yoqqa kirib olganlar omad endi 4 yil. Qachonlardir yaqinda gender tenglik so'rab chiqishda. Men shuni nimaga qizlar so'rab chiqqanini tushuna olmayapman-da. Chunki yo biz boshqa tarafda yashaymizmi? Men misol biz tarafda qizlarni erkalatib chaqirishadi oilada, bilasizlarmi? Men misol asal qizim, shakar qizim, erkatoy qizim, mana qizlar yozadi o'zlari. O'g'il bolani olsa mana shu "Oy, bo'za. G'uday bo'sib qolgansan" deb itsan da sen o'zi bir napinda ham, uyga ham o'tda shunaqa-da. Qiz bola ozgina yo'talib bir kasalga o'xshab qolsa, bir pasda davolatib doktorga ko'rsataylik. O'g'il bola oyog'i sinib yotibdi. Sen shu telefonni ko'proq o'ynagan. Sen telefondan bo'ladi-da o'zi mana shu telefonni chiqarganda uyi kuymadi deb boshlanadi. Ya'ni nimaga bunaqa desam, qiz bola birovda hasmi, birovda uyiga ketadi u bir kun kelib deb beradi. U men uyda qolaman degani, men o'lmayman degani emas-da. Yana bu qiz bola deb beradi dadam. Qiz bola meni jannatga olib kiradigan qizim bu qiz. Sen meni erta kundan go'rimga olib kirmasang bo'ldi. Unaqa niyatim yo'q. Men bir 15 tasiga podpiska bosgan ekanman deganlar, hozir o'ylab qarasam. Vatan uchun bu narsa qilamiz deyishganiga, baqir-chaqir qilish deyishani bosibman. U serialning qachon qismi boshlanadi? Vatan uchun nimadir qilishadigan qismi to'g'risi. Bittasi 700 mingta, bittasi 1 million olib ketdi. Bittasi TikTokda battle o'ynaydi, vatan uchun nima foydasi bor bilmayman. Bittasi o'zbekman urushadi, o'zbek parrada olib chiqib oladi. Yana bittasini tut qadaligini ham bilmaysan, to'g'ri. Vatan uchun deb, vatan uchun nimadir qilishasan senlar. To'g'ri, Bahodir Jalolov Olimpiya chempion bo'lib kelganda vatan uchun deb senlarchalik ko'p gapirmagan, to'g'ri. Senlar 1 minutlik relsingni aytib beribsan, aka. Butun umr davomida vatan uchun mana ish qildim degan gaplarini. To'g'risi. Chegarada hech kun uxlamay himoya qilayotgan bola senlar videoni ko'rib, "Ha, biz vatan uchun ish qilmayapmiz" ekan. "Ma, turibmiz ekan" deb o'ylashyapti prost. Aldash olmagan, vatan uchun degan odamni podashga qilmay qo'ringlar. Ular faqat aldaydi. Vatan uchun qilmadi reklama qilishyapti, xolos.